Hozirgi kunda bunaqangi grilyator shiftlarini $10 ham topishingiz mumkin, lekin bitta narsani esdan chiqarmang. Arzon narsaning sifati ham shunga yarasha past bo'ladi. Shuning uchun har doim zavoddan olinglar degan maslahatni beramiz. Misol uchun, bozorlardan ham arzonroqqa topishingiz mumkin. Qalinligini ba'zilar 2-2,5 mm materialdan ishlab chiqaradi. Bizga mijozlardan biri aytdi. Biz ayta olmaymiz kim aytganini, lekin bir obyektga shiftlarni qilib ketishgan. Ba'zi bir joylarini keleylab, to'g'rilab ketishgan. Uzoq muddatga bormay liniyalar buzilib, ba'zi bir joylari osilib tushib ketgan. Kimdan olingan deb so'raganimizda, sexdan oldik deb javob berishdi. Sex bilan zavodning farqi juda katta. Zavod ko'proq brendini foydadan ustun. Biz shuning uchun ham sifatsiz mahsulot ishlab chiqarmaymiz. Mahsulotlarimizga va xizmatimizga 20 yilgacha garantiya beramiz. Sexlar unchalik garantiya bera olmaydi. Sexdan olib arzonga qildirdim deb 2 oyda afsus qilasiz. Biz ham sizlarga foydali maslahat berdik deb o'ylaymiz. Biz aynan mahsulotni bizdan oling demaymiz, lekin hech qachon adashmanglar. Hozir arzon narxga olib kelgan qimmatga tushmanglar deymiz. Sizlarga maslahat, har doim zavoddan olinglar deb qolamiz. Chunki zavod brendi uchun qattiq kurashadi.